Kuzatuvchilarimizni test puliga Pioneer DVD smartfonni olgan bo'lami deylar. Bitta qaraysizlar. AVH 245 model. Bu diskli DVD. Shunda disk tiqasizlar, mana bu monitor ko'rsatib turadi. Lekin buni eng zo'r fishkasi bilasizlar, Pioneerlarni ovoziga hech qanaqa smartfon yetmaydi. Xo'p, undan tashqari yana mana bunaqa ikkita monitorimiz bor. Bitta qaraysizlar. DMH 225 bular bez disk bo'ladi. Xuddi o'shani keyin 4450 modeli. Bu ikkalovini bir-biridan farqi bu CarPlay поддерживать qiladi. Narxlariga keladigan bo'lsa, qaranglar. Buni $100 qilib beramiz. Buni $200 qilib beramiz. Mana buni $120 qilib beramiz. Kimga original Pioneer smartfonlar kerak bo'lsa, pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Tez menimcha endi ko'pchilikning joniga tegib ketdi, chunki zuvchani narxi pastroq. Bularni shundoq qo'yasizlar, mashinada maza qilib eshitib yurasizlar. Manzil Sergeli mashina bozor 5-2 blok 15-do'kondamiz.